Baqlajonli salatni yaxshi ko'radiganlar, bu retsept aynan sizlar uchun. Bugun sizlar bilan men eng yaxshi ko'rgan haqiqiy klassik ta'mga ega bo'lgan go'shtli va baqlajonli salat tayyorlaymiz. Salat uchun mol go'shtining file qismini marinadlab, qizib turgan yog'da qovurib pishirib olamiz. Keyin bo'lsa baqlajonlarning ustini tozalab, qalinroq qilib kesib olamiz va 15 daqiqaga tuzli suvga solib qo'yamiz. Tuz mazasi ichiga o'tgan baqlajonlarni ikki tomonini qizartirib pishirib olamiz. Baqlajon uchun eng mazali pomidorli sous uchun pomidorni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Pomidorga chesnok, ko'katlar va sifatli totli tomat pastasidan qo'shamiz. Bu tomat pastasini qovurmasdan ishlatsa ham bo'ladi, juda ham mazali. Endi bo'lsa hamma tayyor mahsulotlarni ketma-ketlikda yig'ib olamiz. Issiqqina baqlajonlar ustiga pomidorli sous, undan keyin go'sht va pomidorlarni terib chiqamiz. Pomidordan so'ng yana baqlajonlarni teramiz, ustiga sousini surib, yarim soatga xona haroratida qoldiramiz. Bu vaqt ichida hamma mahsulotlarning mazasi bir-biriga o'tadi va juda ham mazali salat tayyor bo'ladi. Bu mazali retseptni albatta saqlab qo'yinglar va agar foydali bo'lgan bo'lsa, bir dona like qo'yib qo'ysanglar, xursand bo'lamiz.